Dunyoda ateistlar soni ko'payib ketayotgan ekan. Ateistlar kimligini bilasiz? Ya'ni Xudoga ishonmaydiganlar. Yillar davomida biz evolyutsiyaga ishonib kelamiz deb ateistlar ko'payib bormoqda. Eng ko'p ateistlar soni Yevropa bilan Xitoyda ekan. Xitoyda o'zida birinchi o'rinda turibdi ateistlar soni ko'pligi bo'yicha. Lekin bitta savol beraman, o'sha savolga javob bera olsa, o'sha ateistlar keyin boshqacha gaplashamiz. Demak, savolim ateistlarga bo'ladi, Xudoga ishonmaydiganlar. Ya'ni sizni taqdiringiz. To'g'ri, bu hamma narsa tasodifan sodir bo'ladi deb o'ylaysiz. Masalan, siz yo'lda ketyapsiz, mashinada. Qanaydir mashina sizni kelib urishi tasodifan bo'ladi deb o'ylaysizmi? Yoki sizni qandaydir o'ylamagan joydan sizga qandaydir rizq kelishi, o'sha yuragingiz, qalbingiz siqilib turgan vaqtda qandaydir ishlaringiz o'xshab ketishi, hammasi tasodifan deb o'ylaysizmi? Bu taqdir. Mana shu savolga javob bersa, men ateistlar bilan gaplashaman.